Mastopatiya bu qo'rqinchli kasal emas. Kam emizish bolani. Ko'krak bezida og'riqlar, shishlar bo'ladi. Tug'illi mastopatiya bu rakka olib kelish ehtimoli ko'p. Ayollarda bo'ladigan stress holatlar mastopatiya kasaliga olib keladi. Mastopatiyani albatta davolash kerak bo'ladi. Birinchi navbatda uzi tekshirish qilish kerak. Fibrozli tugun bo'lishi mumkin, kistali tugun bo'lishi mumkin. Mastopatiyani uy sharoitida davolash mumkinmi? Mastopatiya rakka olib keladimi? Eng oson va eng qiyin hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli ayollar. Oxirgi paytlarda bir shifokorlarga, mammoliklarga ayniqsa juda ko'p savollar, juda ko'p murojaatlar ko'payib bormoqda. Ya'ni ayollarimizni uchraydigan mastopatiya kasalligi. Mastopatiya deyarli 40-45% ayollarda uchraydigan kasallik hisoblanadi va bu oldin ham bu bemorlarni, ya'ni ayollarni bezovta qilgan, lekin oxirgi paytlarda tashqi muhitdagi o'zgarishlar, ya'ni tashqi muhitdagi ta'sirlar ko'paygani sababli ayollarimizda mastopatiya kasalligi ko'payib bormoqda. Shu sababli bugun biz sizlarga mastopatiya haqida ma'lumot berishga qaror qildik. Mastopatiya nima degan savol bu? Birinchi navbatda mastopatiya bu sut bezidagi to'qimalarning buzilishi. Ya'ni mastopatiya bu oddiy holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni har bir menstrual siklda har bir ayollarimizda ko'krak bezida og'riqlar, shishlar bo'ladi. Lekin bu og'riq, shishlar doimiy bo'lib qolishi yoki bo'lmasa kuchayib borishi bu shu mastopatiya kasalligini boshlanishi, ya'ni mastopatiya kasalligini oldingi bosqichlarini ko'rsatib o'tadi. Ya'ni menstruatsiyaning ikkita sikli bo'lsa, birinchi siklida shu ko'krak bezidagi to'qimalarda sut bezini ichidagi uzumchiga o'xshagan kaptokchalar bo'ladi. Ya'ni bu kaptokchalarda suv yig'iladi. Shu sababli ko'krakda shishlar paydo bo'lib, biroz og'riqlar paydo bo'ladi. Menstruatsiyaning ikkinchi fazasida shu suvlar so'riladi, ya'ni orqaga qaytib kaptokchalarimiz o'z holatiga qaytishni boshlaydi. Shu sababli bu отекlar, ishlar asta-sekin yo'qoladi. Shu sababli bu normal holatdagi ayollarimizdagi normal holatdagi menstrual siklda bo'ladigan ko'krak bezidagi o'zgarishlar deyiladi. Lekin xuddi shu o'zgarishlar doimiy holatda uchrab qoladi. Ya'ni doimiy shishlar bo'lishi, ya'ni ko'krak bezining shishi, doimiy og'riq bo'lishi va ko'krak bezidan har xil suyuqliklar ajralib chiqishi bu mastopatiyani doimiy turi hisoblanadi. Shu sababli mastopatiyani albatta davolash kerak bo'ladi. Endi xirurglarimizda bir gap borda endi. Ya'ni eng oson kasallik ham apenditsit va eng murakkab operatsiya ham apenditsit degan. Shu jumladan mammoliklarga shu diagnozimiz eng oson va eng qiyin hisoblanadi. Sababi bu kasallik bilan og'rigan bemorlar ginekologga murojaat qilishi mumkin, terapevtga murojaat qilishi mumkin, radioxirurgga murojaat qilishi mumkin. Lekin davolash choralari, ya'ni davolash etaplari albatta onkolog ko'rigida bo'lishi, onkolog kuzatuvida bo'lishi. Onkolog tekshiruvidan keyin bu davolash choralarini boshlash kerakligi albatta tasdiqlab o'tamiz. Sababi bu kasallik, mastopatiya kasalligi bu organizmdagi, ayol organizmidagi gormonal buzilishni belgisi. Ya'ni umumiy olib qaraganimizda endokrin sistemasidagi buzilishlar bu mastopatiya kasalligiga olib keladi. Nima bo'lishi mumkin sabablari? Sabablari bu ayollarni kech turmushga chiqishi, kech tug'ishi, ayollarda bo'ladigan ko'plab abortlar, ayollarda bo'ladigan stress holatlar, rejimsiz ovqatlanish, uyqusizlik. Ya'ni bir xilga ayollarimiz kechqurungi smenda ishlaydi ko'plari, ya'ni yoqtiradi yoki bo'lmasa oilaviy sharoit shunaqa. Bu ham rejimning buzilishi va organizmdagi har xil gormonal o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli mastopatiya kasalligi bu holatda ham paydo bo'ladi. Keyingi holatlar bu ovqatlanish rejimining buzilishi, turmushga chiqmaslik yoki bo'lmasa kam emizish bolani. Hozir ayollarimizda ko'proq holatni, sut bezi holatini saqlab qolish maqsadida emizishni kamaytirib bormoqda. Ya'ni bola emizishdan uzoqlashib bormoqda. Bu ham o'z navbatida ko'krak bezidagi to'qimasidagi laktatsiya davrida bo'lishi kerak bo'lgan o'zgarishlarni olib keltiradi. Shu sababli yuqoridagi belgilar bu mastopatiyani keltirib chiqaruvchi omillar hisoblanadi. Qanday belgilar bo'lishi mumkin? Mastopatiya asosiy holatda og'riq. Og'riq bu
doimiy bo'lishi mumkin. Og'riq bu menstruatsiyadan oldingi kuchli og'riq bo'lishi mumkin. Bu yuqorida keltirib o'tganimizdek aslida ko'krak bezidagi qisman og'riqlar va vaqtincha bo'lgan og'riqlar bu fiziologik holat deyiladi. Ya'ni o'sha sut bezidagi uzuncha, ya'ni bu protoklarimizda suvni hosil bo'lib, keyinchalik so'rilishi og'riq u vaqtincha bo'ladi. Lekin buni kuchayib borishi, ya'ni suvni ko'p miqdorda to'planib, so'rilishi sekin bo'lishi, ya'ni og'riqlarning sekin yo'q bo'lishi, bu menstruatsiya siklga bog'liq bo'lgan holda, ya'ni menstruatsiya tugagandan keyin ham 5 kun, 4 kun, 1 hafta, 10 kun saqlanib qolishi, уже bu mastopatiyaning belgilari bo'ladi. Sut bezidagi to'qimalar qattiqlanishi, ya'ni qattiq bo'lib qoladi va bu og'riqlarga olib keladi. Yoki sut bezidagi shish, ya'ni ko'krak bezi o'z holatidan tashqari, normal holatdan tashqari ishgan holatda bo'lib qoladi, ya'ni ishadi va deformatsiya bo'ladi. Ya'ni formasi o'zgarib qolishi mumkin. Diskomfort, ya'ni ko'krak bezini holatini o'zgarishi yoki ko'krak bezidagi ishlarni xalaqit qilishi ayol kishiga. Ayniqsa kiyim kiyganda ayol kishi biladi, что ko'krak bezida qandaydir o'zgarish borligi. Ko'krak bezidagi tugunlarni paydo bo'lishi, har xil tugunlarni va ko'krak bezi sutidagi har xil ajramlar bo'lishi mumkin. Tiniq rangdagi bo'lishi mumkin, jigarrang rangda bo'lishi mumkin, ko'k rangda bo'lishi mumkin. Lekin albatta hamma holatlarda ham bu mastopatiyani har xil formalarini keltirib chiqaradi. Endi bemorlarimiz birinchi navbatda iloji boricha ginekologga murojaat qilishi tan oladi yoki bo'lmasam xohlaydi yoki bo'lmasam majbur bo'ladi. Sababi hozirgi kunda har bir qishloq shifokorlar punkti deyiladi. Bu yerda ginekologlarimiz bor, lekin mammologlarimiz rayonda bitta bo'lishi mumkin. Onkologimiz. Mammolik bu viloyat больницаларida, respublika больницаларida bo'lsa, ixtisoslashtirgan onkologiyalarda bo'lsa, ginekologlarimiz har bir qishloq vrach punktlarida bo'lishi mumkin. Shu sababli ayollarimiz ko'proq ginekologlarga murojaat qiladi va yuqoridagi shikoyatlarni aytadi. Bu holatlarni, ya'ni davolashni ideal yo'lga qo'yish uchun, ya'ni o'z holatiga qaytarish uchun, davolash uchun albatta ginekologlar tomonidan mammolikka jo'natilish kerak. Hech bo'lmaganda rayon onkologiga jo'natish kerak. Sabab yuqorida aytdik, sababi har xil bo'lishi mumkin. Har xil gormonlarni buzilishi mumkin, har xil tashqi muhitlar bo'lishi mumkin. Bu o'z navbatida bartaraf qilinmasa, yuqoridagi belgilar bartaraf qilinmasa, bu mastopatiya oxirigacha davolanmaydi. Og'riq belgilari yo'qolishi mumkin, lekin aslini olganda sut bezidagi to'qimasidagi o'zgarishlar, fibrozlar so'rilmasligi mumkin. Qanday tekshirishlar qilinadi? Hozir deyarli har bir rayonda hozir uzi tekshirishlarimiz bor. Birinchi navbatda uzi tekshirish qilish kerak. Mammografiya tekshirish qilish kerak. Kompyuter qilish kerak, MRT qilish kerak va oxirgi bizlar uchun kerak bo'lgan narsalar shu gormonal holatni, ya'ni organizmdagi qondagi gormonlarni prosentini ko'rish kerak bo'ladi. Va shu gormonlarni o'zgarishiga holatiga qarab mastopatiyani davolash choralari qilinadi. Har bir gormonni o'ziga yarasha minus, plus tomonlari bo'ladi. Shu sababli albatta gormon tekshirishlardan keyin davolanish kerak bo'ladi. U ham bo'lsa mammolik tomonidan tavsiya qilinadi yoki bo'lmasa davolash choralari yozib beriladi. Endi tugunli holatda mastopatiya bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Tugunli holatdagi mastopatiya rakka olib keladimi degan savollar ham bo'lgan, ko'p, juda ko'p olib keladi. Mastopatiyaning ayniqsa tugunli formasi bu rakka olib keluvchi holat hisoblanadi. Shu sababli tugunli forma aniqlandimi, tugun yoki bo'lmasa sut bezidagi to'qimasini qattiqlanishi aniqlandimi, albatta mammolikka murojaat qilish kerak bo'ladi va mammolik o'z navbatida yuqoridagi tekshirishlardan qiladi va bu tugundan biopsiya olinadi va shu tugun albatta jarrohlik yo'li bilan olib tashlash kerak bo'ladi. Lekin tugunni ham formalari har xil bo'ladi. Ya'ni tugunli bu fibrozli tugun bo'lishi mumkin, kistali tugun bo'lishi mumkin.
Shu sababli tugun bu eng oxirgi yoki bo'lmasam eng ma'lumotni chuqur o'rganish kerak bo'lgan holat hisoblanadi. Shu sababli bu tugunlarni albatta oxirigacha tekshirish kerak bo'ladi. Oxirgi etap bu gistologik etap, ya'ni trepan biopsiya olib, undan keyin bu hosilani olib tashlash jarrohligi bajariladi. Mammonlikka oxirgi etap mammonlikka tavsiyasi, ya'ni davosi deyilganimiz bejiz emas, sababi biz tomonidan tekshirilgan bemorlar tugunli mastopatiya, bu rakka olib kelish ehtimoli ko'p deyishimizga qaramasdan, o'zimda ham 2-3 bemorlar bo'lgan, ya'ni ular davolanishdan bosh tortgan, trepan biopsiyadan bosh tortgan, biopsiyadan ya'ni va oqibatda ular tabiblarga borgan. Tabiblar mastopatiya holatdan yillar davomida 1 yil bo'lishi mumkin, 2 yil bo'lishi mumkin, rak holatiga olib kelgan. O'sha kasallarimiz, bemorlarimiz keyin rak diagnozi bilan dasha bitta bemorimiz o'tkazilgan, ya'ni 4-bosqich raki bilan kelganlar. Shu sababli albatta har qanaqa tugun, har qanaqa og'riq, har qanaqa sut bezidagi so'rg'ichidagi ajralmalarni mammonlik tavsiyasiga e'tibor qilish kerak va davolarni o'z vaqtida bajarish kerak. Endi mastopatiyani uy sharoitida davolash mumkinmi degan savollar ham bor. Mumkin. Aslida mastopatiyani diffuz formalari yoki diffuzniy kistozniy mastopatiyani formalari uy sharoitida davolanadi. Qaysiki bu mammonlik tomonidan tavsiya qilingan tabletkalar yoki suyuqliklar yoki ukollardan keyin uy sharoitida davolanish kerak bo'ladi. Hech qachon mammonlik ko'rigisiz, gormonlar tekshiruvsiz tabletka yoki ukol olish tavsiya qilmaymiz. Sababi bu gormonlar noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin yoki shu gormonlarni protsentini o'zgartirishi mumkin. Bu o'z navbatida qalqonsimon bez, tuxum donlarini, bachchadonlarni, gipofiz bezlarini o'zgarishiga olib keladi. U esa keyinchalik patologiya prosesini yoki mastopatiya prosesini kuchaytirib boradi. Shu sababli oxirgi etap davolash choralarini mammonlik belgilash kerak bo'ladi va mammonlik tomonidan tavsiya qilingan dorilar bu albatta 1 oy bo'lmasligi mumkin, 2 oy bo'lmasligi mumkin, 3 oy bo'lmasligi mumkin, uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Ya'ni 6 oy, 1 yil, 2 yil. Sababi har doim ham endokrin sistemasini to'liq davolash mumkin bo'lmasligi mumkin. Shu sababli albatta shifokor mammonlik kuzatuv deyildimi, shu kuzatuvga borib davolanishni davom ettirib borish kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, mastopatiya bu qo'rqinchli kasal emas. Mastopatiya to'liq tuzaluvchi kasallik. Lekin albatta yuqoridagi tavsiyalarimizga e'tibor qilsanglar, ya'ni tekshirishlarni to'liq bajarib, mammonlik tomonidan tavsiyalari, davolash choralari qilinsa, albatta mastopatiya kasalligini davolash mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.